Assalomu alaykum do'stlar, hammaga xayrli kun. Sizlar bilan Xiruk Shirinov sizlarga bugun yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotimiz, qisqacha ma'lumot. Kindik churralari qanday davolanadi, agar operatsiya qilinmasa, davolanmasa nimalarga olib kelinadi degan qisqacha ma'lumotlarni yetkazmoqchimiz. Xullas, kindik churralari juda ko'p uchraydigan kasalliklardan biri. Birgina Amerika Qo'shma Shtatlarining o'zida har yili 750 mingga yaqin bemor kindik churrasi bilan operatsiya qilinar ekan. Oxirgi bizga yetib kelgan ma'lumotlarga ko'ra, kindik churralari operatsiyasidan keyin 20% holatlargacha kasallik qaytalanishi mumkin ekan. Qarang, shu oddiygina ko'ringan bilan oddiygina kindik churra ko'pchilik xirurglar masalan unchalik og'ir operatsiya emas deb tasavvur qilishi mumkin. Shunga qaramay kasallikni qaytalanish xavfi juda yuqori ekan. Bu Amerika Qo'shma Shtatlaridagi statistika. Xullas, kindik churralari yosh bolalarda ham uchraydi, kattalarda ham uchraydi. Yosh o'tgan sari uchrash ehtimolligi ko'payib boradi. Yosh bolalarda uchrashining sababi ko'pincha bu tug'ma bo'ladi yoki bola chala tug'ilgan bo'lsa yoki tug'ilgandan keyin biron bir kasallik tufayli uzoq muddat kuchanishiga yoki yig'lashiga, qattiq yig'lashiga to'g'ri keladigan bo'lsa, shu paytda chaqaloqda kindik sohasida shish paydo bo'lib qoladi. Ya'ni churra paydo bo'lib qoladi. U asta-sekin kattalashib borishi mumkin. Yosh katta kishilarda esa turli xil sabablarga ko'ra kelib chiqadi. Masalan, og'ir yuk ko'tarish natijasida kelib chiqishi mumkin. Ich qotishi, kuchanish yoki semizlik ham kindik churrasiga sabab bo'ladi. Sizlarga sxematik tarzda ko'rsatadigan bo'lsak, mana bu yerda qorin devorini ko'rsatib bermoqchiman. Mana ko'rsangiz, qarang, mana bu yerda sog'lom qorin old devori, qorinimizning old tomonida. Mana bu teri. Mana bu yeri qorin parda. Bu yerlarda misol uchun ichaklar bo'ladi. Mana bu qizil narsa muskul desak, mana bu sog'lom, mustahkam qorin devori. Bu tomondagisini qarang, bu tomondagisi churra bo'lgan qorin devori. Churra ana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Muskullar turibdi, yupqalashib qolgan bir qismi. Mana bu yerda qorin parda terining tagiga o'tib ketib qolgani, xaltacha paydo bo'lib qolgan, xaltacha. Mana shu xaltachaning ichiga charva kirib qolishi mumkin yoki ichaklar kirib qolishi mumkin. Aynan ana shu ichaklar yoki charvalar kirib qolsa, ayrim payt qisilib qolsa, ko'proq u yoqqa ketib qolsa, kindik churrasida juda kuchli og'riq paydo bo'ladi. Bu churraning qisilishi deb aytamiz biz. Charva ham qisilib qolishi mumkin. Bu shoshilinch amaliyotni talab qiladigan holat. Xullas, shunaqa kindik churralarini davolashni yoki operatsiya qilinmasa nima bo'lishi mumkin? Operatsiya qilinmasa bu birinchidan kattalashib kelaveradi, borgan sari kattalashadi. Yoki qisilib qolishi mumkin. Boya aytganimizdek, og'irlik ko'tarsa, noxos, qattiq kuchansa, yo'talsa, boshqa bo'lsa, ichidan ichak chiqib ketib qolib yoki charva ketib qolib, teri tagiga kelib qisilib qolib, bu shoshilinch jarrohlik amaliyotiga sabab bo'lishi mumkin. Endi kindik churralarini davolashning bitta yo'li faqat operatsiya. Operatsiyasiz davolashning imkoni yo'q. Endi faqat bitta nimasi borki, yosh bolalarda davolash farq qiladi. Biz mana ko'ramiz, yosh bolalarda ko'pincha chaqaloqlarda ko'p ko'ramiz kindik churralarini. Endi bizning fikrimiz ham adabiyotlarga ko'rsatilishi bo'yicha ham yosh bolalarda 5 yoshgacha operatsiya qilish kerak emas. Chunki ularda hali biriktirish to'qima mustahkam emas. Qorin devori hali shakllanmagan. Vaqt o'tishi bilan 2 yosh, 3 yosh, 4 yoshdan keyin o'sha kindik sohasidagi churra asta-sekin teshigi yopilib, yo'q bo'lib ketishi mumkin. Bu 5 yoshgacha. Lekin 5 yoshdan keyin ham agar kindik churrasi yosh bolalarda yo'qolmasa, unda operatsiya qilinadi. Operatsiyasi yosh bolalarda kattalardan farq qiladi. Kattalarda faqatgina sitka qo'yish mumkin. Maxsus protez qo'yish mumkin. Yosh bolalarda sitka qo'yilmaydi. Yosh bolalarda girja kichkina bo'ladi, hamda hali o'sishi bor, boshqasi bor. Shuning uchun ularda faqat o'sha kindik sohasidagi teshik tikib qo'yiladi. Kattalarda esa u yoki bu yo'l bilan kindik sohasidagi churra bartaraf qilinib, o'sha teshik sitka yordamida mustahkamlanadi. Sitka yoki protez deb aytamiz biz. Protezlik
qanday qo'yilishiga qarab ham turli xil operatsiya usullari bor. Uni o'zi alohida tema, endi qisqa videoda uni aytib berib bo'lmaydi, lekin oddiygina qilib aytmoqchiman. Terini taydan qo'yish mumkin, muskulni orasidan setka qo'yish mumkin yoki ichkaridan qorin devorning ichki tarafidan qo'yish mumkin. Shuningdek, laparoskop yordamida ham setka qo'yish mumkin yoki ochiq usulda ham qo'yish mumkin. Bu qanday usulda tanlash xirurgni haligi hamda klinikani imkoniyatlariga bog'liq. Birinchidan kasallik desamiz ozg'inligiga bog'liq. Kasallik deb misol uchun kindik cho'rasi qisilgan, qisilmaganligiga bog'liq. Hamda boshqa xil ilgari operatsiya bo'lmaganligi, shu taraflama omillarga bog'liq bo'lib, shunga qarab u yoki bu usulda operatsiya turini tanlaymiz. Lekin albatta kindik cho'rasi operatsiya qilinganda uni setka bilan bartaraf qilish kerak. Setka qo'yilmaganda, ya'ni protezlanmaganda kindik cho'rasi qaytalanish xavfi bir necha barobar yuqori bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Opsiyaniyada yana qo'shimcha ma'lumotlarni qoldiramiz.